Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Daqobish. Bugungi videomizda biz Tochka ikkalamiz va shunaqa oddiy Minecraft, Craft World, Minecraft, o'shaqa oddiy 27-19 megabaytli Minecraftlarda qarorchi qanaqa firmalar qursa bo'ladi survivalda, shularni hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir biz kreativdamiz, chunki survivalda qilish juda ko'p vaqt ketib qoladi. Hop, hozir sizlarga ko'rsatamiz. Okey, videolarni to'g'rilab olaman. Tochka salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar, men Tochka voy. Qarorchi, biza bugun Daqois aytgandek ferma qurmoqchimiz. Shuning uchun bizga kerakli bo'lgan narsalarni hozir olamiz do'stlar. Okey. Men olaman hozir. Bizga hopper kerak. Keyin hopper kerak va suv kerak. Bu yerdan kaktus kerak. Kaktusdan o'tiramizmi? Ha. Sandiq kerak sand kerak, ya'ni anaqa qum kerak. Okey, mana shu narsalar bo'ladi. Hop, endi sen 3 blok yerga qarab, 3 blok emas, 2 blok yerga qarab qo'ylar, mana shunaqa qilib 5 ga 5 qilib. Okey, mana shunaqa qilib qarorchi qo'ylar. Endi bu tarafga ham qo'ylasan. Aynalib turaman. Yo'q-ki, sen yordam berasan menga. Qo'yla mashina turburchak qilib. Nechtadan? Men turburchak qilib qo'ydim, shuni davom ettir bo'ldi. Mana ham bug bo'lyapti. Hammaga qo'yib, blok. Men buzgan joylarga qarorchi, noto'g'ri buzgan joylarga qo'yib olasan blokni. Hop. Hop, yana bir qatorga olish kerak ekan. Yana 2 blok olish kerak bu yoqqa. Yepsanmi? Qaysi taraf o'sha? Mana, mashg'ulotgan tarafimga 2 blok olish kerak. Buzgan bloklarni to'g'rilab qo'y. To'g'rilaman beriladi. To'g'ri. Kreativimizku, blok olsang bo'lasanmi? Import bo'lmish. Qarorchi, hop. Bizga mana bu ham kerak. Hozir mana bunaqa narsa ham kerak. Mazkur yer yutgur. Qarorchi, mana shunday narsani qo'yasizlar. Ustiga yana bir qator qo'yamiz. Video oxirida, qarorchi, bu fermani tayyor qilgandan keyin ochaman. Hop, mana do'stlar, mana shunaqa ahvoli keltirishlaringiz kerak. Keyin olyapman. Qarorchi, bu yerdan suv qo'yasizlar. Bitta. Qarorchi, mana shu 5 qatorda hammasiga qo'yishlaringiz kerak. Qarorchi, hamma anaqa managacha kelish kerak-da. Mana da bir qator qo'yamiz. Mana shunaqa ahvoli keladi, qarorchi. Keyin hammaznikini oldingmi sen? Kreativimizga yoqadi. Ikki chetini olib qo'y. O'rtasini ham Nom qo'ydi. O'yladim. olsak bo'lmasdi. Xo'p, mayli. Chetlarga hopperda qo'yib chiqamiz endi. Tushib ketdim. Endi qanday chiqadi? Biladi. O'rtaga to'xlab beryapti-da. Chetdan qo'yaylik. To'g'ri qo'ydimmi yo? Hozir to'g'rilaymiz do'stlar. Tochka. Qansana u? Yo'q bila. Ko'rdingmi? Daqois. Ha, uning Gerçi zo'rlab olay.
Hop, короче, mana shunaqa bo'ladi bular. Hop. Ana o'xshadi. Chichyoning. Endi bu yoqqa buni sandiq qo'yish kerak. Men bitta serverda, короче, bu mana ferma Javada ham o'xshaydi, Javadagilar. Keyin buni ustiga o'tirasizlar. O'tirasizlar. Hop yerda bularga ulab chiqishlar kerak. O'tirmasanglar ulamaydi. Qachon shunday qilasizlar, mana buyoqqa nimadir tashla-da, kaktusni boshiga, suv quyilgan joyga nimadir tashla. Kaktus ustiga tushmasin lekin. 3. Qachon o'rin tashlayman. Tashladim. Keyin bu sandiqqa borib tushadi. Kanka düştü. Qayga düştü? Endi odam joldan qaynatadilar. Endi buni tashlashib kerakchi. Hop, короче, manadan kaktus paydo bo'ladi. Tushmadi. Tushmayapti. Oldi endi. Sen olding. Oldi. Hop beribdi. Короче, ana shunaqa oladi-da. Taksiyalash kerak ekan. Yoki asta-sekin bo'lar ekan. Mana do'stlar, короче, o'xshayapti bu fermamizga. Mana hammasi bo'lgan.